Anam so'ravdim. Pastga tush. Hozir yiqilib mayib bo'lsang, ertaga maktab bora olmaysan. Maktabga bormayman. Ana bo'ldi. Bu ertadan maktabga borsa bo'ladimi? Bemalol maktabga borsa bo'ladi. Oyog'i bilan emas, qo'li bilan yozadi-ku. Meni ustozim oyog'ing bilan yozasan degan. Bar boraman maktabga. Qisar o'ynaymizmi? Nima? Yo, qo'l qisar o'ynaymizmi deyman. Bo'ldi, endi siz navbatingiz. Qattiqroq qilsang, yosh bola ko'ryapsizmi? Hammasi ukol ekanda. Endi maktabga bormaymanmi? Muncha maktabga borish yomon ko'rasan-a? Bitta spravka qilib beraman, borib jin darsda eshitib o'tirasan, bo'ptimi? Toza jonga tegdingiz borku. Dada, men boksga bormoqchiman. Boksga bormaysan, mayib bo'lasan. Shuning uchun bormoqchiman-da. Bormaysan dedim, nariga qo'lingni qayirib olasan keyin. Balki borib bo'lgandirman. Bababbe. Yana senmi? Shu nima qilsang ham maktabga bormasang-da. Iloji bormi? Iloji bor. Xullas o'g'lingiz kasal, maktabga bora olmaydi. Yomon kasal bo'laman. 10 kun davomida uyda qolib, seftraksion ukolni olish kerak bu. Mayli, ukol bo'lsa ukolda. Ha, doktorga aytay, mana bir 5 ukol qiladi. Zato maktabga bormaysan. Orqam patir bo'lib ketdi. Maktabga ketaman.